Assalomu alaykum, hurmatli, yaxshimisizlar? Xayrli kun. Mana mamki pandislarni olib tashlayapmiz. Hay, yavash. Pandislarni olib tashlash kerak. Tagidan ham shamolli to'z kun isib ketgan. O'shaning uchun pandislar olib tashladi. Unaqa ichiga kirib yotib olishadi. Karmushkaning ichiga. Tegidagi pandisni olib tashlasak yaxshi bo'ladi. Kirib olishgan. O'sha bularni yungi bor, sovuq yeb qolishmaydi, bemalol. Xudo xolisa hech narsa qilmaydi. Mana 20 kun bo'ldi bugun. 11-da sekin. Xudo xolisa 11-da tug'ilgan bular. 20 kunlik bo'ldi. Yana 15 kundan keyin o'sha ajraladi. Onalari keyingi bo'g'ozligiga tayyorlanadi. Hop, mana bu yoqda hammasi o'sha bo'g'ozlar tayyor, inshaalloh. Mana bu bo'g'ozlar sotiladigan bo'g'ozlar. Ikkitalab ham turibdi. Mana bu yoqda ham oxirigacha 60 ta klitka bo'lsa, почти ikkitadan turibdi nari yoqda hammasi. Mana yemimiz ham keldi. Siz charchamay keldingizmi? Hoppa.